Mening tavhid kitobim. O'smirlarni Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo haqida to'g'ri aqidaga ega qilish maqsadida tuzilgan kitobcha. Islom da'vat markazi tarjim qilib tarqatdi. Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Tercümesi: Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda mu'minlar uchun Allah'ның birligini ko'rsatadigan dalil var. Sura Ankabut 44. ayet. Eng şefkatlik, eng mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Ata-onalarning sevimiga. Barcha hamd sana Allohga xosdir. Bu kitobcha musulmon yosh o'smirlarni tavhid haqida asosiy tushunchaga ega qilish uchun tuzilgan. Tavhid kishining qat'iy jazm qilgan holda Alloh subhanahu va taoloni Rabblik, ilohlik va ism sifatlarda yakki yagona deb tonishidir. Kishining tavhid aqidasi xato bo'lsa, boshqa barliq aqidasi va amallari uningga dunyo oxiratda foyda bermaydi. Qur'onning zo'r bir bo'ligi tavhidga aloqadardir. Barliq payg'ambarlar kishilarni tavhidga chaqirish va ularning Alloh subhanahu va taolo haqidagi botil aqidalarini to'g'rilash uchun avatilgan. Bolalarning qalbida tavhid aqidasi mustahkam yildiz tortgan hamon uning qalbining, tilining va a'zolarining barliq amallari rasmiyat yuzasidan ado qilingan bo'lmasdan haqiqiy ma'niga ega bo'lgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni tavhidni to'g'ri tushunishga va tavhid ustida mustahkam turishga yetaklagay. Amin. Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Tercümesi: Eğer sen uladın, asmanlarını ve zeminni kim yarattı? Günni ve ayni kim bendilerinin menfaati için boysundurup verdi dep sorusan, ula çokum Allah dep cevap verdi. Ula kandak mı Allah'ın ibadetinden baş tartıdı? Sura Ankabut 61. ayet. Tevhid degen nemu? Tevhid, aqida ibadetlerimizde Allah subhanahu ve taolani birden bir haqiqiy ilah deb tonish deganlikdir. Tavhidni tushunish ve icra qilish uchun tavhidning tuvandagi 3 turini bilish zarur. Rububiyet, ya'ni Rablik tavhidi. Allah subhanahu ve taolaning osmonlardagi ve zamindagi barcha maxluqotning yagona Rabbi ve boshqurg'uvchisi ekanligiga, uning hech qanday sheriki yo'qligiga, uning dunyo oxiratdagi barcha maxluqotning birdan bir yaratquchisi, egisi, rizqlantirg'uvchisi ekanligiga iymon keltirishdir. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shundoq deydi: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Tercümesi: Allah osmonlarni, zaminni
va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q. Shafaat qilg'uchimi yo'q. Va'zi nasihat olmamsizlar. Sura Sajda 4-oyat. Allah subhanahu va taala shunday deydi. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Tercümesi: G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Allah biladi. Quruqliqdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Allah biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan biror simi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhil Mahfuzda yoziqliqdir. Sura An'am 59-oyat. Bizning atrofimizdagi hamma narsani Alloh subhanahu va taala o'rinlashtirgan bo'lib, u bizga dunyo oxiratda xotirjamlik, bexatarlik va muvaffaqiyat ato qilguchidir. Alloh subhanahu va taala o'z ilmi orqali biz bilan bildidir. Gerçi biz onu ko'rolmasakmi, Alloh bizni ko'rib, anlab turdi. U o'z mahluqotlarining barliq ahvollaridan xabardordir. Alloh subhanahu va taala shunday deydi. İnnellezîne yakhşawna rabbahum bil gaybi lahum mağfiretun ve ecrun kebir. Tercümesi: Rabbidan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sura Mulk 12-oyat. Allah subhanahu va taala bizga hayot ato qilgan. Shundaqla biz o'lgandan keyin u bizni qayta tirildirdi. Allah subhanahu va taala biror ishning vujudga kelishini iroda qilsa, faqatla يقول له كن فيكون. Tercümesi: vujudga kel deydi. Shuning bilan u ish yoki narsa shu an vujudga keladi. Sura Yasin 82-oyat. Allah subhanahu va taala shunday deydi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tercümesi: Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchunla yaratdim. Sura Dariyat 56-oyat. Uluhiyet, yani ilahlık tevhidi. Allah subhanahu va taoladan boshqa hech kimning ibodatga loyiq emasligiga iymon keltirishdir. Biz barliq amallarimizni cho'qim Allah subhanahu va taala uchunla qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taala bu haqda shunday deydi. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Tercümesi: Sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U eng shafqatlikdir, eng mehribondir. Sura Baqara 163-oyat. Allah subhanahu va taala hech kimga muhtoj bo'lmaydigan, hamma uningga muhtoj bo'ladigan ilahdir. U bizga muhtoj emas, lekin biz hammamiz uningga muhtoj. Bizning namozimiz, zakitimiz, ro'zimiz,
qurbonligimiz, hajjimiz va boshqa barliq ibodatlarimiz Alloh subhanahu va taolo uchunla qilinishi kerak. Kim Alloh subhanahu va taologa ibodat qilmay, boshqalarni uningga shirik qilib olsa, u gunohlarning eng ig'iri bo'lgan shirik keltirish gunohini sodir qilgan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Tercümesi: Allah özüge birer nersinin şirik keltirilişini, yani müşriklik günahını elbette mağfiret kılmaydı. Bunundan başkını Allah özü xalığan adamge mağfiret kılıdı. Kimi ki Allah'a şirik keltirdiken, o hakikaten qattiq azgan boludu. Sure Nisa 116. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq deydi. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Tercümesi: Allah hemmini yaratqıcıdır. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, ya'ni shakl beg'ishlig'ichidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih etib turdi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Hashr 24. oyat. Ism sifat tavhidi. Tavhidning 3-turi Allah subhanahu wa ta'alaning Qur'oni Karimda zikr qilingan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda bizga bayon qilgan barliq ism sifatlariga va bu ism sifatlarning hech bir maxluqotninkiga o'xshamaydiganligiga iymon keltirishdir. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tercümesi: hech şeyi Allah'a o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Shura 11. oyat. Masalan, anglash va ko'rish biz insonlardimi baxsusiyat bo'lsa-mu, ammo bizning anglash va ko'rish iqtidorimiz cheklikdir. Lekin Allah subhanahu wa ta'alaning anglashi va ko'rishi mukammaldir. Shu vajidan u osmonlardagi va zimindagi hamma narsani anglaydi va ko'radi. Kishi Allah subhanahu wa ta'ala va uning ism sifatlari to'g'risida qancha ko'p ma'lumotga ega bo'lgan sari, uning Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan sevgisi, taqvosi va umidimi shuncha kuchaydi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. هل تعلم له سميا. Tercümesi: sen onun o'xshi borligini bilamsan? Sura Maryam 65. oyat. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Tercümesi: biz hakikaten her bir ummetke Allah'a ibadet kılınla, tağutun yirak bulunla deb peygamber evettik. Sure Nahl 36. ayet. İbrahim aleyhisselam ve butlanın kıssası. Bu İbrahim aleyhisselamның ve onun yağaçtan butlarını yasaydıgan atısının kıssasıdır. Halbuki İbrahim aleyhisselam birden bir haq ma'bud bolgan Allah subhanahu ve ta'ala gıla ibadet kılganlığı üçün dadısıdın şundaqla
butperest kavmidan tamamen farklı idi. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselamni intayin yaş vaqtidala to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan edi. İbrahim aleyhisselam atısıdan nima uchun o'zlariga hech qanday manfaat yetkazolmaydigan butlarga ibodat qiladiganligini so'raganda, uning atisi biz ata bobolarimizning ularga ibodat qilganligini ko'rdik deb javob bergan. Ondan İbrahim aleyhisselam qavmiga haqiqatan sizlar va ata bobolaringlar o'p-ochiq ozg'un nuqtasizlar degan. Ular sen rost so'zlayaptamsan yoki chaqchaq qilyaptamsan deb so'rashgan. İbrahim aleyhisselam sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Rabbinglar osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ularni u yaratgan degan. Bir kuni butparastlar İbrahim aleyhisselamni o'zlarining tabriklash murosimiga qatnashishga taklif qilgan. İbrahim aleyhisselam bu taklifni rad qilib qolgan. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Tercümesi: Müşrikler Allah'ını koyup hiç nersini yaratalmaydigan ve özleri yaratılgan yani batıl ilahlarga ibadet kıldı. Ula yani batıl ilahlar özlerinden birer ziyanni deb'i kılalmaydı. Özlerige birer paydını keltirelmeydi. Başkalarının cinini ilişka, başkalarga hayat bağışlaşka yoki ölüklerini terildirishga qodir bo'lanmaydi. Sura Furqon 3-oyat. İbrahim aleyhisselamning qavmidagilarning hammasi tabriklash murosimiga ketgandan keyin u butlarning yeniga berib, ularni palti bilan urib pachaqlab etib, shularning orasidagi eng cho'ng butnila qoldirib qo'ygan va boshqa butlarni urib chiqishga ishlatgan paltini heliqi cho'ng butning bo'yniga isib qo'ygan. İbrahim aleyhisselamning qavmi tabriklash murosimidan qaytgandan keyin eng cho'ng butdan boshqa barliq ma'budlarining chiqib etilganligini ko'rgan va bu xususda İbrahim aleyhisselamdan shubhilanib, ey İbrahim, ilahlarimizni sen mushundaq qilib etdingmi deb so'ragan. İbrahim aleyhisselam bu ishni ularning cho'ng qildi. İşenmesanglar uningdan so'rab beqinglar degan. Ular u butlarning gap qilolmaydiganligini va o'zini qo'g'diy olmaydiganligini bilgachga ham xijillik ham g'azab ilkida nima qilarini bilmay qolgan. İbrahim aleyhisselam sizlar nima uchun Allohni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga ibodat qilasizlar deb so'ragan. Qavmi bo'lsa bu savolga javob berolmay, uni ko'ydirib ilahlarımızın imtiqamını alaylı deyishgan. Eng mehriban Allah o'tqa salqin ve amanlık baxsh etadigan bo'lish to'g'risida buyruq tushirib, İbrahim aleyhisselamni qo'g'dig'ashqa İbrahim aleyhisselam o'tdan aman qolgan. Bu qissada haqiqatan Allah subhanahu wa ta'alaga iymon keltirganlar uchun dalillar bordir. İxlos suresi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki,
u Allah birdir. Hamma Allohga muhtojdir. Allah hech kimga muhtoj emasdir. Allah bola topganmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tengdosh bo'la olmaydi. Sura İxlos. İxlos surasi. Bu suraning ismi samimiyat ma'nosidagi ixlosdir. Biz Allah subhanahu va taolo to'g'risida to'g'ri tushunchaga ega bo'lsak, ondan qalbimizda ixlos shakllanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu suraning Qur'onning 3dan 1ga teng ekanligidan xabar bergan. Bu sura Allah subhanahu va taolaning yagona ekanligiga va uning hech bir tengdishi yo'qligiga iymon keltirishning muhimligini esimizga selib turdi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun naîm خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Tercümesi: Şübhisizki iman etganlar ve yaxshi amallarni qilganlar nazu ne'matlik jannatlarga kirdi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu Allohning rost va'dasidir. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Luqman 8-9 oyatlar. Tavhidning qanday foydalari bor? Tavhid bizga Rabbimiz Allah subhanahu va taolo to'g'risidagi hamma narsani va bizning bu dunyoga nima uchun yaratilganligimizni o'rgatadi. Tavhid yana bizga Allah subhanahu va taologa hech kimni shirik keltirmagan holda ibodat qilishni o'rgatadi. Biz hammamiz Allah subhanahu va taoloni uning go'zal ism sifatlari orqali tanishga muhtoj. Mustahkam tavhid qalbga yerlashgan. Shundaqla Qur'oni Karimga egish orqali Allah subhanahu va taologa, sunnatga egish orqali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilganlar jannat bilan mukofotlanadi va do'zax azobidan amin qilindi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningdan: "Ey Muaz, Allohning bandalarining ustidagi haqqining nimaligini bilamsan?" deb so'raganda, Muaz radhiyallohu anhu: "Alloh va Allohning rasuli eng yaxshi biladi" degan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning bandalarining ustidagi haqqi bandalarning Allohga ibodat qilishi va uningga boshqalarni shirik keltirmasligidir degan. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bandalarning Allohning ustidagi haqlarining nimaligini bilamsan deb so'raganda, Muaz radhiyallohu anhu yana Alloh va Allohning rasuli eng yaxshi biladi degan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bandalarning Allohning ustidagi haqqi ular shirik keltirmay Allohga ibodat qilgan taqdirda Allohning bandalarini jazolamasligidir degan. Sahihul Buxoriy 9-jild 470-hadis. Allah subhanahu va taolo shunday deydi: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Tercümesi: Ey insanlar! Sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Sura Luqman 28-oyat.